olib qolaman. 500 so'm уже olindi kattamdan. Nima qilib 500 Ajdaniya so'm? Men qilganingiz. keldim o'sha joydan yurib. Men o'zimni ajdaniya qilganim yo'q sizga. Men olib bormayman siz opa. Bormasa endi отказ qilmani. Vallahi hozir 5 minutdan отказ qilaman. Nimaga endi 5 minutdan keyin отказ qilasan? Qachon отказ qilishim Nima kerak? 5 minutdan keyin отказ qilasan? Qancha отказ qilishim kerak? Muomalangiz to'g'ri gaplashing opa. Ko'rsatib qo'yganmiz. Siz ko'rsatib qo'ygan joyingiz mana shu yerda turibdi singlim. Больницani ichimas. Показывать водителю, где я deb qo'yganmiz. Ichkarida o'tirganimizni ko'rdi. Mana. Singlim. Turadi-ku. Mana siz mana chaqirgan joyingiz mana shu zapravkani oldim. Men xuddi mana shu yerga keldim. Men o'zim gapirmayman unaqa gapni. Siz benzinchiga chaqirgan Yo, bu-chi shunaqa birovlarni jalba ona qilar ekan. Qiling, bemalol. Xohlaganingizni qiling. Xohlagan narsangizni qiling. Sudga borasizmi, boshqaga borasizmi? Men sizni olib bormayman. Nima aytayapman o'z? Mashinani tezroq haydang, men mashinada o'tiribman. O'tiravering. Men yurmayman men. Men olib bormayman sizni bo'ldi. Mana unga jalba qiling. Qilavering xohlagan narsangizni. Hamma narsa ko'rsatib turadi. Qayerda nima bo'lyapti, siz qanaqa muomala qilyapsiz? Sizniki ham, saniki ham shunaqa bo'lyapti. Ha, xo'p, mayli, ko'ramiz-da. Hayda dedim mashina. Haydamayman. Nimaga bo'lmasa mashina odam bo'ldi, отказ bo'ldingiz. Bu отказ qilib bo'lsam nimaga bo'lmasa 2000 ming teshib chiqsang iloyimlar mana. Xo'p, mayli. Ilohi amin. Teshib omali bo'lsin, topgan, mana shu bolani topgani oti nima ekan buni? Amin. Agar siz haq bo'lsangiz shunaqa bo'lsin. Haq bo'lmasangiz o'zingizga ursin. Aytavering aytgan gapingizni. Gapiravering. Jahongir ismim. Xohlagan duoyingizni qilavering. Mashina.